Ko'pchilik epilepsiya bu hushdan kechish deb o'ylaydi. Lekin ba'zi epileptik xurujlar umuman yiqilmasdan bo'lishi ham mumkin. Masalan, sizda shunday holatlar bo'ladimi? Birdaniga 5-10 soniya atrofni eslolmay qolish, ko'zni bir nuqtaga tikilishi, qo'l yoki oyoqlarni yoki lablarni o'z-o'zidan qimirlashi, birdaniga g'alati hid sezish, tovush eshitish yoki tushunarsiz qo'rquv hissi. Ko'pchilik buni charchoq yoki stress deb o'ylaydi. Lekin bu epilepsiyaning yashirin xuruji bo'lishi mumkin. Buning uchun nevrologiyada muhim tekshiruv usuli bor. Bu EEG. EEG bosh miyadagi elektr faolligini yozib oladi va epilepsiyaga xos bo'lgan to'lqinlarni aniqlaydi. Shu sababli epilepsiyani aniqlashda EEG eng muhim tekshiruvlardan biri hisoblanadi. Tekshiruv mutlaqo og'riqsiz, boshga elektrodlar ulangan shapka kiydiriladi, 60 daqiqa davom etadi va miyadagi elektr to'lqinlar yozib olinadi. Agar sizda yoki farzandingizda yuqoridagi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Eng muhim joyi, bizda tungi 8 soatlik video monitoring tekshiruvi mavjud. Chunki bolajonlarni tekshirish uchun ular uyquda bo'lishi shart. Uyqu jarayoni esa tunda yaxshi kechadi.